Qur'on Karimni tarjima qilishda Oloviddin bir kuni menga yordam bering dedi. O'zbekchaga ma'nolarini tarjima qilishga deydi. Bo'pti, bo'lmasa mayli, yordam beraman dedim. Qisqaroq qilib aytyapman-da. Ha. Ha, yana menda qo'lim tegib qolar ekan, men ham qilsam qo'shilib qoladi deb suyini qanaqa qilib yordam beraman endi. Usta desam, Oloviddin aytdiki, kamroq kelsangiz ko'proq vaqt ajratardim dedi. Mening yordamim shu. Hali ko'p borar ekanman-da, u yozayotgan paytda xalaqit berar ekanman. Shuni iltimos menga yordam bering dedi, asli yordamim shu. Demak, kamroq borib yordam qilgan. Kamroq borganman, yordam. Toshkentga Oloviddin Mansur o'zining mashinasida olib ketganini aytdi. Bir kuni Abdullohga aytibdi. Abdulloh aytibdi, Oloviddin kimi ovolaydi Andijondan desa, Bahram akani ovolaydi deb Toshkentga to'yga. Yine oldida Oloviddin, arkada men. Oloviddin aytdiki, eng yaxshi yer dedi. Mashinada gaplashib ketadigan yer mashina dedi. Yine ketguncha gaplashib ketdik. Andijondan beri ko'rishmadik. Menda ham ko'p narsalar bor edi, yangi ilmlar qo'shiluvdi, u bilmaydi. Bor ilmimni unga Oloviddinga aytib ketdim. Mana bilganlarimni. Toshkentga o'tib to'xtamay gapirib bordiz. Xullas kalom shunchalik bo'ldiki, qaytishda boshqa mashinada keldim. Men aytaman, uni eshitmayman undan ko'ra. O'g'lim bo'lsa, o'zimga ziyon qildim. Qarasam keyin bildim aybimni, kamroq gapirsam bo'lar ekan dedim. Alloh rahmat qilsin. Ustoz, ham muallif, siz birga ishlashgansiz-da endi o'sha tarjimada.